Hammaga xayrli kun. Bugun bitta Farxatskidan kvartiramiz sotuvga chiqdi. Manzilimizda Farxatskiy chorraha bo'ladi. Bu tomonimizda Afrus chorrahaga qarab ketaverishda Farxatskiy G9 da joylashgan. Mana shu o'rtadan kirib boriladi. Ichkarisiga hozir kirib ko'rsatib beramiz. Atrofida mana ko'rib turganlaringdek zelyoniy zonalar, mashina uchun parkovkalar joylashgan. Chap tarafimizda esa mahalla qo'mitasi joylashgan. Orqamizda esa Jahon tillari universiteti joylashgan. Bu domimizda mana shu 4 etajkani 2-etajda bo'ladi. Hozir ichkarisini sizlarga bitta qisqacha qilib ko'rsatib beramiz. Olib keling. Kiraverish qismi bo'ladi mana. Bu o'rtada zelyoniy zonalarni o'rab qo'yib kelgan ishotkadan. Ichkariga kirib olamiz. Chiqib boramiz. 2-etajda bo'ladi. Chiqib kelganimizda 3 ta xonadon bo'ladi. 10 qo'ldagi xonadonimiz. Eshiklari ham yaxshi eshikdan qo'yib qo'yilgan. Ichkarisidan kiramiz hozir. Kirib oldik. Kirganimizdan pirxoshkamiz. Pirxoshkaga o'zini yaxshi qilib mebellar qilib qo'yilgan ekan mana. Pastlarini shkofchalik qilib, o'tirib olib, oyoq kiyimlarni almashtirib ishga ketaveramiz. Bu o'rtamizda esa bizani sanuzelimizda joylashgan, submissionni bo'ladi. Ichkarisi yaxshi holatda, kafellari juda ham toza ozodagina qilingan ekan. Bu o'rtada esa bitta oyna qo'yib qo'yilgan. Kelganimizda kalitlarni qo'yib bemalol ishga ketib, ishdan kelib, yana kalit qo'yib qo'yadigan joylari ham bor ekan. Ichkariga kiramiz. Kirganimizda bu o'rtada koridorchasi bor ekan. Oshxonaga qarab yuriladi. Oshxonamiz mana bu o'rtada joylashgan. Stullar qilib qo'yilgan, mana kuxonniy mebellar bor. O'ng qo'limizda esa mana xolodilligimizda joylashgan. Pardalar yaxshisidan osib qo'yilibdi. Bu qismimizda bizani zal qismimizda bo'ladi. Zal qismimizga ham yaxshigina ishlar qilingan, mana mebellarni qo'yib qo'yilgan, yaxshisidan kartinkalarni osib qo'yibdi ekanlar. Bu o'rtada esa televizor uchun zona qilingan, televizor zonalar. Bu qismimizda balkon qismimizda bo'ladi. Balkonimizning razmeri 2 ga 3 bo'ladi. Bitta balkonni ham ko'rsating. Bu o'rtada balkon, chap tarafida esa shkoflar qilib qo'yilgan ekan balkonga mana. Bemalol kiyim-kechaklarni olib kelib qo'ysa ham bo'ladi. Bizning eng oxirgi xonamizda bu tomonida esa kattalar yotoqxonasi joylashgan. Kattalar yotoqxonasini ham hozir bitta qisqacha qilib ko'rsatib beramiz. Bu kattalar yotoqxonasi bo'ladi, spalni. Konditsioner joylashgan spalnida. Ko'rib turganlaringdan. Chap tarafimizda esa shkoflar qilib qo'yilgan mana. Bu uyimizning kvadrat metrlari 49 metr kvadrat. Egalari narxini 79 ming startga so'rab turibdilar. Ustida savdosi bor. Bemalol pastda qo'yib ham telefon qilib, kimga yoqqan bo'lsa qilishlaringiz mumkin. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta like hamda podpiskani bosib qo'ying. Xudo xolisa sizga yaxshi variantlarni qo'yib boramiz.